Tushimda maza qilib yumshoqqina pirojka yeyotgan ekanman. Bu narsani o'ngimda ham albatta takrorlashim kerak deb turib ishga kirishib ketdim. Birinchi bo'lib, 1 osh qoshiqda shakar va tuzni va 4 osh qoshiqda unni solib, iliq suvimizni solib, birinchi venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Qumoqlari ketgandan keyin iliq sutimizni solib aralashtiramiz va 1 osh qoshiqda dro'jji, 2 osh qoshiqda yog'ni solib, yumshoqqina ozgina qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. To'liq ma'lumotni yana opisaniyada yozib ketaman. Qo'limizni ozgina yog'lab xamirni qorsak, xamirimiz yana ham yumshoqqina chiqadi. Ustilarini yopib 1 soatga oshirgani olib qo'yamiz. Ungacha men guruch va tuxumli nachinka tayyorlashga qaror qildim. Guruchni oddiy suvda pishirib olamiz, tuxumni ham qaynatib, 1 bog' ko'k piyozni to'g'raymiz. Barcha masalliqlarni to'g'rab, ozgina tuz solib aralashtiramiz va qarabsizlarki, nachinkamiz ham tayyor. Oshvogan xamirimizni teng zuvalalarga bo'lib olamiz. Menda umumiy hisobda 18 ta pirojka chiqdi. Zuvalaga bo'lib olganimizdan keyin yana 15 daqiqa oshirgani qo'yib qo'yamiz. Ungacha tavaga yog' solib, o'rta olovda qizdirib qo'yamiz. Xamirni shunaqa yengil ochib, 1 osh qoshiqda nachinka solamiz va yaxshilab chetlarini yopib chiqib, ikkita chetini o'rtaga olib kelib yopsak, yaxshilab yopiladi, chetlari ochilib ketmaydi. Va tugilgan tomonini pastga qilib, birin-ketin qovurib olamiz. Mana yumshoqqina pirojkalar ham tayyor bo'ldi. Bunaqa retsept uchun bitta like bosib, menga obuna bo'lib ketishni ham unutmanglar.